Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun, o'rtoqlar, tuzumsizlar, akalarim, yaxshimisizlar? Tanasi kelib qoldi, aka dvoykani zo'rlari kelib qoldi. Bittasiga obzor qilib qo'y deb kelib qoldi akalarim. Bitta ko'ringlarchi. Lekin akalarim bular paxtali ekan, materiallari, matolari. Mana bu paxta, Nike brendi. Lekin zo'r ekan chiqadi. Bular razmeri ham zo'r ekan. L dan boshlanar ekan. L dan. Yuntaklari ham ajoyib, mana bu uzun iplari ham bor ekan. Futbolkasi ham zo'r ekan, lekin futbolkasi. Menga futbolkasi yoqdi. Tirkovchi o'zimiz oddiy tirkovlidan, har doimgidek. Endi buni ko'raverib o'sha ko'zam o'rganib qoldi, bilasizlar. Mana tikilganlarini qarang, choklarini, vaqti zo'r tikilibdi. Cho'ntaklari. Cho'tga tikilgan hammasi. Makka o'zini, Dodaxo'ja naklari. Xo'p, razmerlari L dan 4XL gacha. L dan 4XL gacha ham. O'rta razmerda, bular o'rta razmer. Unaqa katta ham emas, kichkina ham emas. Lekin L bor ekan. Hech qachon L kelmagan edi. Hozir keldi mana L. Bu partiyada bor ekan. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, manzilimizni bilasizlar, Abu Sahi Center, 2-etaj, B20 Fiorenti Milano do'koni. Bularning narxlarini sizlarga xo'sh 350 ming so'm qilib beraman. Har doimgidek oshirmayman, akalarim, o'zi normalniy narx beryapman. Lekin xibillar qimmat sotiladi bizda bu yerda. Paxtali modellar. Zo'rini qilib beraman, kelaverasizlar. Bizdan rozi bo'lsin. Mana ko'ringlar bitta chempioni, akalarim. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.